ba'zi birlari 14 kundan yashadi, 13 kundan yashadi, 5 kun bo'lgani ham bor. Bular eng qizig'i hozir yuklarini qaytga tushirishga, kimga uchrab kimdan pul olishdan dash bilishmaydi. Kimga murojaat qilsang, nima murojaatlaring bor? Yordam bering. Mana shu kelinlashdan bo'lib, nasimizga, mashtaqa bo'lib, sifatsiz topib olganmiz. Siz berishingizlar. Borishingizga sifatsiz. Olib kelganimiz yutimizni tushunmaydi. Yuk ochib ko'ryapti, kelib yo'qmayapti, ba'zan yo'qmayapti. Ikki borib turdi. Olib kelganimizni yo'qib qo'yyapti. Bir so'mimiz yo'q. Yegani yo'q, salarganimiz yo'q. Oshnani hali 10 kundan beri ishlab salarganimiz yo'q. Bizga kim yordam beradi? Kim murojaat qilishimizni bilmayapti. Mana shular murojaat qilyapti. Yordam so'rashyapti. Homaga. Mana dispetcherga gaplashganmiz. Dispetcherga telefon qildik. Bu kelinga dispetcher bilan gaplashdik. Hop, nima ish kerak? Kimga arz berish kerak? Janovar bir kuniga 50 olishni talab yo'q. Qanday qayta oladi? Bir so'm yegani ham yo'q. Biz o'sha bergan paytda bizga yetishgan 3 kundan tushib oladi. Siz yuki to'g'risida hozir muammoni gapirdingiz. Sizda nima bo'ldi ochganingizda? Gazini chiqarganda nimadir bo'ldi dedingizmi? Men o'sha o'zda O'zbekistonda gaz chiqargan o'rtadan bergan. Ochganimda qarasam, oltayda o'sha ishlarni tushib qolgan ekan. Shuni bitta to'xtatsam, o'sha boshida. Mana o'zbekiston yo'lgalarni to'rtta yo'l achgan chiqgan. Buni kim qaraydi? Kelindan hech kim yo'q. Dehqonlar faqat o'sha ishchilar, abdulga ishchilar bor. Yuki chataq. Hozir muammo tushmayapti. Sizlarda nima muammo? Bir xabar olgan yo'q. Siz o'sha aytilgan kunda olib berib, aytilgan kunda turib, bo'ldingiz. Ortiqchasi. 48 soat. 48 soat.